Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. E'tiboringlar markazida juda ham ko'p insonlarni o'ziga jalb qila oladigan agressivniy dizayn hamda juda ham katta bahaybat bo'lgan Dongfeng M3000 bugun e'tiboringlar markazida bo'ladi. Qaranglar, juda ham katta agressivniy dizaynga ega bo'lgan radiator обрисовкаларni ko'rishingiz mumkin, kattagina logotif hamda bu yerda kattagina faralari hamda tumankalarni ham ko'rishingiz mumkin. Aytgancha ushbu 6 litrli atmosferniy dvigatel bilan jihozlangan. Ko'rishingiz mumkin bahaybat, yo'lovchilar soni esa ya'ni sig'imi 11 kishiga mo'ljallangan. Bu degani ko'proq yo'lovchi, ko'proq daromad degani. Bemalol ushbu avtomobilimizni yaqin yillardan keyin juda ham ko'p, ya'ni aytganda o'zimizda jigarli bola deb, o'zimizda liniyada yurgan akalarimiz bilishadi, ko'proq pul topish daromadliga ega bo'lishligi mumkin. Kelinglar ushbu avtomobilni endi tashqarisidan gaplashmasdan turib ichilarini ham sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Haydovchilar hamda yo'lovchilar, sizlar ushbu minivan xarid qilganinglardan keyin ushbu minivan yo'lovchilarga hech qanaqa noqulayliklarni tug'dirmaydi. Ya'ni ko'rishingiz mumkin, bo'yim 1.76, lekin hech qanaqa noqulaylik his qilmayapman. Ko'rishingiz mumkin. Juda ham zo'r va bu yerda 3 kishilik. Ko'rasizlarmi? O'tishga ham udobniy, juda ham zo'r. Bu yerda o'zining svetlari bor. Bemalol svetlarni ham kechki payt yoqishingiz mumkin. Buni oldi chiroyli, orqasi xunuk deydigan bo'lsanglar, orqasini ham sizlarga ko'rsatib o'taman. Orqasi xunuk emas, chiroyli. Bemalol ushbu minivanimizni xarid qilganingizdan so'ng Azimut avtomobildan rasmiy kafolat hamda ushbu avtomobilga 3 yil yoki 100 ming kilometrgacha kafolat ham beriladi. Bunaqa imkoniyatlar hamda sizlar uchun qo'shimcha bonuslar faqatgina Azimut avtomobilda mavjud bo'ladi. Ushbu minivanni xarid qilish uchun faqatgina Azimut avtomobilga tashrif buyuringlar. Sizlarni avtomobilingizni kutib qolamiz.